Bittasi bormanda, sog'insa ham indamas. Oh, uni sevamanda, joni omon. Voy, Rustam akami? U bu yerda nima qilyapti? Voy, xudo jin ursin. To'g'ridan to'g'ri uyga kirib kelyapti-yu bu. Voy. Yuragim tushib qoldi-da. Nima balo? Bular biri qo'yib, biri qatnab qoldi bu uyga. Tag'in o'z uyida beyo to'g'ridan to'g'ri kirib kelishini qara. Uf, ehtiyot bo'lishim kerak. Shu ketguncha oshxonani tozalab turay. Assalomu alaykum Muxtor aka. Va alaykum assalom. Keldingmi? Ha. Yaxshimisiz? Rahmat. O'zingda nima gap? Tinchlik. Faqat bu yoqqa kelish sal noqulay bo'lyapti Muxtor aka. Hech qisi yo'q. Buni juda zarurligi uchun chaqirdim. Eshitaman, quloqim sizda. Rustam. Kompaniyada ana Akromdan boshqa yana birorta ishonchliroq odaming bormi? Ha, yigitlar ko'p. Nima qilish kerak? Bekzodni kuzatish kerak. Nega yana birorta muammo chiqardimi? Hozircha yo'q. Lekin u hozir qanaqadir tanishlari bilan hamkorlikda ishlamoqchi ekan. Hisobotlarni qilsa, bundan nega xavotir olyapsiz? Hisobotlar baribir Bilolning qo'lidan o'tadi-ku. Yo'q, bu safar unaqa bo'lmaydi. U o'zi mustaqil ishlamoqchi. Mustaqil? Ha. Men ham unga ruxsat berdim. Tushunarli. Menga qara. Qisqasi, o'sha Bekzod bilan hamkorlikda ishlamoqchi bo'lganlarni yaxshilab surishtir. Keyin Bekzodning oldiga yordamchi qilib, o'zingni birorta ishonchli odamingni qo'y. Uni har bitta qadamidan xabardor bo'lib tursin. Xo'p, Muxtor aka. Lekin bir narsa so'rasam maylimi? Nima? Bekzodni kompaniyaga qarshi qandaydir ish qiladi deb o'ylayapsizmi? Ha, yo'q, unaqa o'ylayotganim yo'q. Lekin ehtiyotkorlik zarar qilmaydi. Men ko'proq uni biror bir xato qilib qo'yishdan qo'rqaman. Bilasan, atrofimizda bizni ko'ra olmaydiganlar har qanaqangi vaziyatdan foydalanmoqchi bo'lgan odamlar ko'p. Ha, Muxtor aka, siz haqsiz. Og'ayni o'tiray, bo'ldi. Seni yurishingni ko'rib, meni boshim aylanib ketyapti. O'rtoq, bo'ldi qil, namuncha. Xavotir olyapman-da, o'rtoq. Yo'q, nimadan xavotir olasan? Amakim tekshirtirgan olib keldik. Operatsiyaga olib kelmadik. Ano tez yordamdan kelgan doktor odamni cho'chitib qo'ydi-da. Nega cho'chitadi? Nima dedi o'zi? Oyini orqasidan dadangdan ham ajralib qolmagin dedi. Nima? Esini yeganmi? Qulog'ini tagiga shapatlab tushirmadingmi? O'rtoq, meni hozirlardim, u doktor emas. O'zi uni gapini eshitib yuragim orqaga tortib ketdi. E'tibor qilma unaqalarga. Bilasan-ku, qishloqda doktorlari farosatsizroq bo'ladi. Shuni o'ylab yuribsanmi endi? To'g'ri, befarosat bo'ladi. Lekin u ichidagini aytib qo'ydi, tushunyapsanmi? O'rtoq, sen xo'p degin menga. Hozir dadangni avval tekshirsin. Doktorlar biron nima desin. Keyin bemalol vaziyatga qarab ish qilamiz, o'rtoq.
Nega unaqa xotin oldida chang chiqaryapsan sen? Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Sizga yordamim kerak bo'ladimi? Ha, menga ko'ylak kerak edi. Faqat qishga qalinroq bo'lsin ozgina. Bizda bazm va tadbirlar uchun yaxshilari bor. Mana bularni ko'ring. Yo'q, bu bo'lmaydi. Hozir hamma shunaqasidan kiyyapti. Uzr, haligi men bunaqa narsalar kiyolmayman. Sizni yaqinda to'yiz bo'lmaganmi, mabodo? Ha, shunaqa. Qoyil topganimni qarang. Unda siz uchun bizda zo'r narsalar bor. Kechagina yangi tovarlar kelgan. Tushunmadim. Nima ekan u? Yosh kelinchaklar uchun tungi ko'ylaklar. Yo'q, kerak emas. Nega kerak bo'lmaydi? Iltimos, menga o'zim aytgan narsani topib bering. Xo'p. Unda keling, mana bu tomonga o'taylik. Xonim, Ha, nima gap? men uylarni tozalayotgandim. Shunga boshqa xonalarni archishga ham ruxsat berasizmi? Ha, artaver. Nima muammo? Shirin xonim o'tgan safar janjal qiluvdilar-da. Bu nima degani? Nega janjal qiladi? Bilmasam, meni xonamga yaqinlashma, narsalarimga umuman tegma deb rosa urishdilar. Nima? Narsalariga tekkanmiding? Yo'q, hech narsaga teginmadim. Yig'ishtiraman deb kiruvdim. Ortimdan kirib qoldilar. Unda xonasiga kirma. Boshqa joylarini tozala. Eshiklari kirib bo'lib ketibdi-da. O'zlari-ku qilmaydilar umuman. Menga ham ruxsat bermayaptilar. Unda eshikni o'zini art. Ichkariga kirma. Bo'ldimi? Nega muammo chiqarasan? Xo'p, uzr xonim. Keyin kelinim haqida yana shunday gapirganingni eshitsam, bu uydan yo'qolasan. Bildingmi? Men unaqa demoqchi emasdim. Haligi Hamma o'z o'rnini bilsin. xo'p bo'ladi xonim, men bir uzr. Tavba tavba. Hammasi kalam demoqchi bu boylarni. Sen ham ko'chaga chiqarkansan-ku, Shirin xonim. Xonang ham qarovsiz qolar ekan. Qulflashni ham unutarkansan. Rostdan ham bular alohida uxlashadi shekilli. Qiziq. Marhamat, qahvangiz. Rahmat. Boshqa biror nima kerak emasmi? Bekzod ketdimi? Ha, hujjatlarni tayyorlab berdim. O'zi qanaqa hujjatlarni so'radi? Bizda tayyorlanadigan asfaltlarning eng arzoni va eng qimmati haqida ma'lumot so'radi. Shunda eng oddiysi va eng sifatlisini so'ragan. Shundaymi? Ha, shunaqa. Uchrashuvga kim bilan ketdi? O'zlari yolg'iz ketdilar. Tushunarli. Mayli, sizga rahmat. Boravering. Xo'p bo'ladi. Binafsha. O'zlari sevinchligiga o'xsharkan. Yoki menga shunaqa tuyuldimikan? Balkim sevinchni sog'inganim uchundir. Nega bugun ishga chiqmading? Bilmasam, yoqmadi.
ish ko'nglimga umuman sig'mayapti. Uyda siqilib o'tirganing bilan nimadir o'zgaradimi? Ering qani o'zi? Ishga ketganlar. Nega kayfiyating yo'q? Kecha tunda uyga kelmadimi? Kechayu kuni bilan uyda bo'ldilar. Hatto ko'chaga ham chiqmaganlar. Yo'q, yaxshi-ku. Unda nega xafa bo'lib o'tiribsan? Meni umuman o'zlarini oldilariga yaqinlashtirmayaptilar. Hatto gapirgani ham qo'ymayaptilar. Nima kuni bilan gaplashmasdan bir-biringizga termilib o'tirdinglarmi? Bilmadim. Yo'q joydan 2 marta janjal qilib oldik. Yo xudo. Nega janjal qilasizlar? Aytyapman-ku. Nima bo'layotganiga tushunmayapman. Ayniqsa kecha tunda yomon bo'ldi. Nima bo'ldi? Ovqat so'raymi, qorningiz ochdimi desam, yo'q, hech narsa yemiyman deb sovuqqonlik bilan javob berdilar. Keyinroq oshxonaga tushsam, xizmatkor bilan ovqatlanib o'tiribdilar. Tasavvur qilyapsanmi? Xizmatkor bilan? Nima, sizlarning xizmatkoringiz sizlar bilan birga ovqatlanadimi? Yo'q. Xizmatkordan ovqat so'rabdi demoqchiman. Yangi kelgan oqsocham oldida turib likkillaganiga nechi? Qo'ysangchi, xizmatkordan qizg'anmaganing qolgandi endi. Bilmadim. Kecha ko'zimga baloday ko'rinib ketdi. Bilaman, o'zi hamma muammo erimda. Lekin bilmayman, boshim qotib ketdi. Oqsoch yoqmayaptimish. O'rgildim. O'zi sezibsan-da sendan kuchliligimni. Hali bu holva. Senga shuncha ogohlantirish berildi. Yaxshi gap bilan ketmading. Ana endi bu yerdan qon yig'lab, xor bo'lib ketasan. Kamron! Kamron! Ahmad! Nega bular kupagunduz uxlab qo'ydi? Mabbalo Ahmadni shifoxonaga olib ketishdimikan? Kamron! Mabbalo Ahmad og'irlashib qolganmi deyman-a? Ko'tara qolsangchi endi Kamron, odamni xavotirga qo'yib nima qilasan-la? Dadangiz juda charchagan. Charchagan? Umumiy ma'noda sog'liqlari charchagan deyapman. Aka, ularda qanaqa muammo bor? Iltimos sizdan. Gapni cho'zmasdan aytavering. Uka, oilangizda nima hodisa yuz berganini bilmayman, lekin dadangiz doimo asabiy holatda yurgan. Miya, tana va umumiy faoliyat uchun og'irlik qilgan. Hatto mikroinsult ham o'tkazganlar. Tushunmadim. Mikroinsult? Bu holat insult, infarkt va bir necha jiddiy kasalliklarni kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Qisqa qilib aytganda, dadangizning muammosi yagona emas. Aka, endi nima qilamiz? Nima qilardik? Dadangizni davolaymiz. Ularga bundan buyog'iga tinch, osoyishta hayot kerak. Dadangizni tuzalib ketishi uchun dori-darmonlarni o'zi kamlik qiladi, uka. Ularni tez sog'ayib ketishi eng avvalo sizga bog'liq desam ham bo'ladi. Ularga chiroyli parvarish kerak. Oyingiz qayerdalar? Oyim bir hafta oldin olamdan o'tdilar.
Ha, gap bu yoqda deng. Tushunarli. Qisqasi, ularga g'amxo'rlik qilishingiz kerak. Iloji boricha oiz haqida kamroq eslatishga, boshqa narsalar bilan chalg'itib, kayfiyatini ko'tarishga harakat qilishingiz kerak. Tushundim siz doktor. Haligi sizdan bir iltimosim bor edi. Qanaqa iltimos? Dadam shifoxonani ham, davolanishni ham umuman yoqtirmaydi-da. Qolaversa fe'llari ham biroz og'ir. Haligi meni aytganimni qilmasliklari mumkin. Iltimos, o'zingiz qattiqroq o'tiring. Bo'lmasa qishloqqa qaytib ketamiz deb turib oladilar. Yaxshi. Lekin sizga eng asosiy muammoni aytmadim. Gaplarimni tushundingiz? Begzod hech narsani bilmasligi kerak. Ha, Muxtor aka, tushundim. Xavotirlanmang. Hammasini xamirdan qilsa o'rgandek qilamiz. Yaxshi. Ha. Aytgancha. Kecha Bilol ham kelgandi. Shunaqami? O'zi yaxshimikan? Ha, yaxshi. Seni qaytarib ishga olish uchun ruxsat so'rab keldi. Shunaqami? Lekin men buni undan so'ramagandim. Buni bilaman. U seni o'rning bilinayotganini aytdi. Qolaversa, oilaviy ishimizni kompaniyani ishiga aralashtirmaylik dedi. Muxtor aka, to'g'risi, men buni unga aytmoqchi emasdim. Mayli, qo'yur. Seni buning uchun ayblayotganim yo'q. Lekin hozir seni ochiqdan ochiq kompaniyaga qaytarsam, Begzod yana zarda qilib biror na'ma chiqarishi mumkin. Shuning uchun sen hozir qolgan boshqa ishlar bilan shug'ullanib turasan. Keyin bir tomondan o'zingga yaxshi bo'ladi. Ozgina dam olib olasan. Gaplaringiz to'g'ri, Muxtor aka. Nima gap? Haligi xizmatkor. Ha, uyga yangi xizmatkor kelgan. Husniyat ta'tilda ekan. Menga qara. Sen boraqa. Yana xabarlashamiz. Xo'p bo'ladi, Muxtor aka. Yaxshi qoling. Mayli, yaxshi bor. Voy, shunchalik ham dovdir bo'lasanmi, Lobar? Bu turishda hademay qo'lga tushishi aniq. Keyin bo'lsa, mana bu nahanglar har tomonda seni o'rab, tiriklayin yeb tashashadi. Voy. Kim kimni yeb tashar ekan? Voy, xonim. Kim bilan gaplashyapsan o'zi? Men haligi o'zim bilan o'zim gaplashyapman. Sen telbamisan? Nimaga o'zing bilan o'zing gaplashasan? Ha, shunaqaroqman. Xo'sh, kim kimni yeb tashar ekan? Yo'q, yemaydi. Bu shunchaki bir filmdan parcha. Shuni takrorlayotgandim. Bilasizmi, xonim? Men yoshligimdan aktrisalikka qiziqardim. Shuning uchun kinolarning qiziqarli joylarini ko'rsam, o'zim uchun takrorlab yuraman. Ochig'i, hali ham bu orzuyimdan kechganim yo'q. Kim biladi? Balki omadim kelib, katta biror bir rejissyor kastingga chaqirib qolsa, rol o'ynab berishimga to'g'ri keladi. Shunga o'zim uchun shularni qaytarib turgandim. Voy, menga qara. Aktrisa. Bor, achchiqqina choy damla. Xo'p bo'ladi. Hozir, xonim. Tavba. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Keling, o'tiring. Kuttirib qo'ymadimmi? Yo'q, hammasi joyida. Uzr. Siz bilan biz avval uchrashganmizmi? Yo'q. Bir necha bor qo'ng'iroq qilganman. Lekin birga ishlash nasib qilmagan. Taklifimni qabul qilganingizdan xursandman. Rahmat. Va jo'natgan hujjatlaringizni ko'rib chiqdim.
Menga ma'qul. Endi bizni kompaniyani mahsulotlari, xizmatlari sizga ma'qul bo'lsa, birga ishlab qolamiz. Tinchlikmi? Tinchlik. Men roziman. Hali hujjatlarni ko'rmadingiz-ku. Ko'rishim shart emas. Sizga ishonaman. Qanaqasiga? Begzodjon. Sizni kompaniyangiz bilan anchadan beri ishlash niyatim bor edi o'zi. Lekin doim rad javobini olganman. Hozir menga bu yerda qanaqa shart-sharoitlar borligi qiziq emas. Sizlarnikidek nufuzli kompaniya va sizdek inson bilan ishlash men uchun sharaf. Asosiysi dadingizni yaxshi bilamiz. Bir so'zli, haqgo'y inson. Sizga ham ishonamiz. Shunda ishni boshlaymizmi? Albatta. Agarda siz aynib qolmasangiz, tabriklayman. Siz bilan hali juda katta ishlar qilamiz. Albatta. Nima gap Kamron? Namichoq olib ketding og'ayni? Kamron gapirsangchi, nima bo'ldi? Amakimmi ahvoli yaxshimikan? Avvaliga davolasa bo'ladi deyishdi. Keyin Nima keyin gapir? oxirgi marta tekshiruvdan o'tkazishlar kerak ekan. Agar salbiy chiqsa, operatsiya qilishga to'g'ri kelar ekan. Qanaqa tekshiruv? Qanaqa operatsiya haqida gapiryapsan? Tushuntiribroq gapir. Miyalarda qanaqadir o'simta borga o'xshayapti ekan. Faqat bu to'planib qolgan qonmi yoki rostdan ham o'simtami hali noma'lum. Bu narsaga oldin aniqlik kiritishlari kerak ekan. Qanaqasiga? Dadam mikroinsultdan o'tkazgan ekanlar o'rta. Mayli og'ani. Yaxshi narsalar haqida o'yla. Lekin o'simta bo'lib chiqsa-chi o'rtoq, keyin nima bo'ladi? Uzr. Eshitaman. Assalomu alaykum. Kim ekan? Nimaga ranging o'zgarib ketdi? Men hozir kelaman. Alo, Shirin? Yaxshimisiz Kamron aka? Bezovta qilib qo'ymadimmi? Yo'q. Qayerdasiz? Qishloqdamisiz? Yo'q. Nima yo'q? Ahvolingiz yaxshimi o'zi? Kamron aka, oyz o'tib qolganlarni eshitib, yuragim chiqib ketay dedi. Ilohim joylar jannatda bo'lsin. Bandalik ekan, sabrli bo'ling. Rahmat. Amakim, Ahmad amakim yaxshimilar? Yo'q. Yaxshi emas. Nega? Nima bo'ldi? Yana toblari qochdimi? Yaxshi emas, Shirin. Hech narsa yaxshi emas. Ha, mayli. Men ta'ziya bildiray deb qo'ng'iroq qilgandim. Sabrli bo'ling, Kamron aka. Bundan buyog'iga amakimni ehtiyot qiling. Xo'p, xayr. Ha aka? Assalomu alaykum. Aka keldingizmi? Nima gap, tinchlikmi? Ahmad akani ahvoli yaxshi ekanmi? Doktorlar nima deyishibdi? Ahmad ko'ra olmadim. Voy. Nimaga ko'ra olmaysiz? Uyi qulf ekan, chaqirsam hech kim ochmadi. Iya, nimaga uy qulf bo'ladi? Ha, ta'ziyali uyda ham qulf turadimi? Ha, qishloqda hech kim qulflamaydi-ku. Menimcha Ahmadni ahvoli og'irlashgan bo'lsa shifoxonaga olib ketishdi-yu. Ha, Kamronga qo'ng'iroq qilib bilmadingizmi? Qildim, ko'tarmayapti. Keyin bir qo'shnisi chiqib qoldi, so'rasam tez yordam olib ketmabdi.
Keyin Kamronni o'zi mashinasiga o'tkazib qayergadir olib ketibdi. Bu qanaqasi bo'ldi? Bo'pti, mayli. Kiyimlarimni alishtiray. Ey Xudoyim. Ey Xudoyim, Ahmad akani umrini uzoq qilgin. Shu ham meni bo'ynimda qolib ketmasin. Ey Xudoyim, umrini uzoq qilgin. Amin. Umrini uzoq qilgin. Ruslan, nima gap og'ayni? Qayerga chiqib ketding? O'zi kim qo'ng'iroq qildi? Kamron. Shirin. Shirin nega qo'ng'iroq qildi? Shunchaki ta'ziya bildirgani. Ha, aytgancha, menga qara. Sen Bilolga hech narsa demadingmi? Yo'q, shaharga kelganimizda aytmadingmi? Yo'q. Unga deganim yo'q. Aytish kerak. Bo'lmasa, keyin bizdan xafa bo'ladi. Yo'q. Qo'y shuni. Shular bizdan o'zaro yursin. Shularni deb shuncha muammo bo'ldi o'zi. Og'ayni, o'zingga kelgin iltimos. Seni ahvolingni ko'rib men cho'chib ketyapman. Unaqa qilmagan. Mana ko'rasan o'rtoq, amakimga hech narsa qilmaydi. Amakimning baquvvatliklarini qaragin. Shu yoshga chiqib, sen bilan meni kuchim yetmaydi-yu. Bo'ldi qilgan og'ayni, siqilma, zo'r bo'ladi hammasi. Qani? Nega turibsizlar? Qadaqlan olinglar. Xo'jayin, ishxonada qanaqa bo'larkin? Zo'r bo'ladi. Muammo chiqmasa bo'ldi endi. Qanaqa muammo chiqadi? Bizga gap tegadi deb qo'rqaman-da. Nima? Men xo'jayin emasmanmi? Yo'q, unaqa demadim. Qani, olinglar. Bittada hamma ko'tarsin. Tushundinglarmi? Qani? Boshliq chiqdi. Tez chiqib ketinglar. Uka. Seni chaqirmabmiz-ku. Hozir. Qani, ol. Bekzod, hozirroq xonamga kir. Ha, shoshma. Boshliq, mumkinmi? Bu nima qilganing? Nega hammani oldida menga bunaqa muomala qilyapsan? Bu bilan nimani isbotlamoqchi bo'layapsan? Nima? Aslida sen nima qilyapsan? Nega bu yerga spirtli ichimlik ko'tarib kelding? Nima bo'pti? Men shunchaki yangi imzolangan shartnomamni yuvayotgandim. Buni nimasi yomon? Shunga hammani oldida o'zingni boshliqdek ko'rsatishing shartmi? Men shundoq ham boshliqman. Mana endi haqiqiy basharang ochilyapti. O'zingcha kamtar, bag'ri keng inson rolini o'ynab yurgan ekansan-da, ha? Men esa bilaman, aslida iching qoraligini. Men senga shu kungacha biror marta boshliqlik qildimmi? Seni xonamga chaqirib, birorta xatoing uchun aybladimmi? Yoki sendan hisobot so'radimmi? Men oldimda hijolat bo'lmasin deb jimgina yuribman. Hatto hisobotingni ham o'zing emas, kotib olib kiradi. Lekin sen nima qilyapsan? Andishani otini qo'rqoq qo'yyapsanmi? Nima qilsang qil. Lekin bu ishxonada harom maishatingni qilmaysan. Tushundingmi? Shu paytgacha tog'am bu yerga harom aralashtirmaganlar. Bundan keyin ham aralashmaydi. Men bunga yo'l qo'ymayman. Ey, o'zingdan qahramon yasama. Sen meni shartnomamni ko'ra olmayapsan. Bas qil Bekzod.
Qanaqa shartnoma haqida gapiryapsan? Men yaqinda chet elliklar bilan 3 ta shartnoma qildim. Tushunyapsanmi shuni? Chet ellik bilan, tushunyapsanmi? Sen hayotdagi bitta zo'rg'a o'zini zo'rg'a eplab yurgan firma bilan shartnoma belgilab, shuni ishni bilyapsanmi? Mayli, sen uchun bu bayram bo'lsin. Istaganingcha bayram qil. Lekin qaytib bu ishxonada bunaqa qilganingni ko'rmay. Bilib qo'y. Sen ham bu kompaniyani boshlig'isan. O'zingni boshliqlardek tut. Tayini yo'q piyanistadek emas. Va nihoyat keldingmi? Namuncha qaynatishing qiyin bo'ldi bu choyni. Ha, yo'q, choy qaynagandi. Quruq choy topolmay qoldim, xonim. Kechiring. Tavba. Lekin achchiqini qilib damladim. Qaytarib tayyor qilib olib kelyapman. Hozir qo'yib beraman. Ha, qo'y tezroq. Shoshmay, yana bir qaytaring. Yaxshiroq rangi chiqsin. Tavba. Sen qiz hech qachon xizmatkor bo'lib ishlamagansan. To'g'risini ayt. Ikkalang meni aldading-a? Nega unaqa deyapsiz? Bu nima o'tirish, Lobar? Ha, voy o'lmasam, o'tirishim mumkin emas-ya, xonim. Ming bor uzr. Tavba. Choynayni qo'ygin. Men choy ichaman. Xo'p, kechiring, xonim. Mana o'zim qo'yib beraman. Voy, uzr xonim. Biroz o'tiring. Juda ham yumshoq ekan. Kuni bilan ish qilib, oyoqlarim zirqirab boryapti. Ey, sen g'irt jinni ekansan-ku, ha? Mayli. Siz uchun jinni bo'lishga ham roziman. Sizni bunaqa kulishingizga ochig'i dilim yayradi. Jin ursin. Jin ursin hammangni. Jin ursin seni. Bu yalanga yo'q, tagi past. Meni ustimdan kulyaptimi? Yo'q, endi haddidan oshib ketdi. Men bu hayvonga hali ko'rsatib qo'yaman. Bu kompaniya menga tegishli. Faqat menga. Men xo'jayin bo'laman bu yerda. U esa qo'limda itdek ishlaydi hayvon. Feruza? Hoy, Feruza. Labiha xonim? Menga qara. Kelin hali ham kelmadimi? Yo'q, kelmadilar. Xonasiga bir qarachi. Balki kelib, aytmasdan kirib ketgandir. Yo'q, men holda ish qilib yuribman-ku. Kelganlarda ko'rgan bo'lardim. Yo tavba. Qayoqda qolib ketdi bu? Balki akasiga kirgandirlar. Akamnikiga? Qiziqmisan? U yerda nima qiladi? Ha, endi qarindoshiga kirgan bo'lishi mumkin-ku. Shunga aytdim-da. Yo'q, bu yoqqa kirmaydi. Istasangiz, Husni opamga telefon qilib so'rab ko'raman. Ha, aytmoqchi. Ular ham hozir ta'tilda-ku. Qanaqa ta'til? Bilmasam. Dam olyapman, qishloqqa ketdim dedilar. Yo'q, uni o'rniga kim ishlayapti? Bir dugonasini olib kelib qo'yibdilar, vaqtinchalik. Bo'pti, telefonimni topib kel. Kelin o'yinga qo'ng'iroq qilaylik. Xo'p, bo'ladi, hozir. Qali, yoqyaptimi, xonim? Ha, faqat sal sekinroq. Keyin sal teparoq. Mana shu yernimi? Ha, shu yer. O'zi rosa sanchiqlab ketgan ekansizda, xonim. Bilmasam. Ha, bu massaj olib turmaysizmi? Ha, yo'q. Massajni yomon ko'raman. Voy.
Hozir yoqmayaptimi? Yoqyapti. Sen boshqacha qilar ekansan. Ha-da. Hamma ishni mehr bilan qilish kerak. Ha, aytganchi xonim. Sizdan bir narsa so'rasam, jahlingiz chiqmaydimi? Jahlimni chiqaradigan nima so'rashing mumkin? Haligi shu keliningizni o'zingiz topganmisiz? O'zim topib keyin o'g'limga ko'rsatganman. Nega so'rayapsan? Bilmasam, g'alati-da. Nimasi g'alati? Odatda ayollar o'ziga o'xshagan qizni kelin qilardi. Qaynona kelin bir-biriga o'xshab ketadi deyshadi. Lekin keliningiz sizga umuman o'xshamaydi. Siz qayoqda-yu, u qayoqda. Bu nima deganing? Sizni qarang, qanaqa chiroyli, viqorli, fayzli, dono ayolsiz. Shundoq ko'rinib turadi. Yuzingizdan nur yog'ilib turadi. Keliningiz bo'lsa g'alati. Qandaydir ichi qorami, hatto o'g'lingizni ham qo'ynini ololmas ekan. Nima? Sen bu gapni qayerdan olding? Haligi, bilmasam, menga shunaqa tuyuldi. Uzr, noto'g'ri gapirib qo'ygan bo'lsam. Yaxshimisiz? O'zingizni yaxshi his qilyapsizmi? Men-ku yomon emasman. Lekin senga qoyil o'g'lim. Meni aldab, suldab shu yerga olib kelding-a. Dada, kelmasak bo'lmasdi. Nega? O'zimizda ham shifokor yo'qmidi? Uni ustiga tez yordam kelib ketgan bo'lsa. Yo'q, dada. O'zimizda bo'lmaydi. Sizni oldin bu yerda tekshiruvdan o'tkazishimiz kerak. Ha, xo'p. Tekshiruvlari tugadi. Endi uyga ketamizmi? Yo'q, dada. Ey bola. Men bu yerda yotib davolanmayman. Nega? Nima qilibdi davolansangiz, a? Kamron. Xo'p, dada. Xo'p, ketamiz. Lekin dada, hali tekshiruvlar tugagani yo'q. Eng asosiysi ertaga bo'lar ekan. Nima? Hali bugun shu yerda qolmoqchimizmi? Dada, iltimos, xo'p deng. Men doktor Pokteringga qarab o'tirmayman. Nega buncha qaysarsiz, a, dada? Ha? Axir gap sog'lig'ingiz haqida ketyapti-yu. Dada. Men juda ham qo'rqyapman. Men siz sog'lig'ingiz bilan tavakkal qila olmayman. Axir yolg'iz o'zingiz qoldingiz. Sen qo'rqma. Menga jinam urmaydi. Agar ajalim yetgan bo'lsa, shu yerda ham... Dada. Iltimos. Bu gapni siz gapirmang. Shundoq ham onamni... O'g'lim. Onangni o'lganiga hali bir hafta ham bo'lgani yo'q. Biz kelamiz. Bu yoqda bo'lsak, qanaqa bo'larkan? Hali keldi ketdi tugamagan bo'lsa, axir men uyda bo'lishim kerak-ku. Dada. Menga hozir asosiysi sizni sog'lig'ingiz. Qolgani bo'laveradi. Iltimos sizdan. Shu tekshiruvlarni tugatib olaylik. Xo'p? Endi qachongacha shunaqa davom etadi? Kim? Kiring. Menman xonim. Nima gap? Sizni oyijon chaqiryaptilar.
Nima deding? Ha, oyijoningiz demoqchi edim, xonim. Sen qiz telbamisan? Nimaga unaqa g'alati gaplarni gapiryapsan? Men shunchaki adashib ketdim. Yo oyijon deganing nimasi bu? Sen uchun u kishi Surayyo xonim bo'ladilar. Tushunyapsanmi? Ha, tushundim. Qaytarchi. Surayyo xonim. Shundoq bo'lsin. Boshqa qaytib adashganingni ko'rmay tushundingmi? Xo'p bo'ladi, xonim. Uzr.